Hashar elga yarashar degani shu bo'lsa kerak. Qarangki, boshlagan bir qadamimizga Alloh taolo ko'plab barakotlar berib, bugun naq 2650 xolta ko'mirlarni o'z haqdor egalariga sizning ko'magingizda yetkazishlik arafasida turibmiz. Aytgancha ehson qilgan, ulov bilan kelib hissa qo'shgan yoki kuch-quvvati bilan bizga hasharchilar ko'rinishida yordam bergan yoki bo'lmasa bizni haqqimizga duo qilib turgan barcha yaxshi insonlarga shunchaki tashakkurimizni aytamiz. Har bitta borgan xonadon juda ham xursand. Endi ko'mir olmoqchidik yoki ko'mir zakas qilgandek kelmay turgandi va ya'ni ajablangan holatda bir qarshi oldi. Har bir qilingan ehsonlaringizga Alloh taolo baraka berib, o'rinlarni beadad qilib to'ldirsin. Ha, bir narsani aytib o'tish lozim. Har bir kunlardagi ehsonlaringiz, xayriyalar albatta sizlarga bir yaxshilik ilinjida. Sizlar ham bu yaxshiliklarga sabab bo'lishingiz maqsadida sizga taqdim qilyapmiz.